Boksga qaraladi, sharmanda qildi bilan buni qaraladi. Bu 90 kilo bilan 70 kiloni shuni resmi o'xshayapti. Buna qarab bechora urolmayapti, raqibini spesial urmayapti qizli burchali. Ayog'i harakat qilaman desa 5 sekund uxlatib tashlaydi. Bu multiqvorlarga boksda ham sharmandalar. Yemini qaraladi. Ama klivatdi, prikolga chiqqan bularni. Sharmanda. Bu buni sharmanda bu. Qanday bu bola qizil burchali sportchi qanday bu? Qanday sharmandalik emasmi? Yo'q, yolmaydimi? Uxlatsa. Bilaman, oldindan dogovor bilan chiqqansizlar. Uxlatib tashlasizmi? Yo'q. Aka bilmay qopman deysan keyin. Uxlatish kerak uni aldab. Dogovor bilan chiqqan balkim va birinchi raundda mayli, ikkinchi raundda uxlatasan deganmi? O'zim yiqilib beraman deganmi? Uxlatib tashlamaysan, bang'latib. Sharmanda buni qaraladi. Yo'q, tushunmaydigan odam tushunadi bu sistemani. Hamma kulyapti. Hamma kulyapti. Mana qarang. Fitnessga o'ynayapti bular. Mana, fitnessga o'ynayapti bacha. U qizil burchali sportchiga qarang. Nima qilyapti? Tushunmadim. Yaxshi tushunasiz. Bu kommentariya qilayotgancha ham mana o'zi kommentariya qilayotdi, vobshe kommentariya qilmay qo'ydi mana. Uni o'rniga o'zim kommentariya qilaman. Sharmanda. Bunaqa bo'lmaydi-da. Urib uxlatib tasha, bir qilib, bir tashlab, trenerlar ham o'rgatyapti endi. O'rgatayotgan narsa emas-da unga. Trenerlar ham atkazib berdi pamoy. Atkazib berdi. Dedi ikkinchi raundda uxlatayotganlikni azizlaydi. Sharmanda. Atkazib berdi. Birinchi raundda uxlatib tashlash kerak edi. Ana sharmanda. Multik uchun chiqdi bular. MMA'da buncha bildirmasa ham mana. MMA jangchilar hammasi yerda. Böyle geçelim. Sportlan kabak görülüyor. Multik'te çıktı bu. WWE borku Amerika'da. WWE çıkıp uyolmasdan çıkmaya qarada bilaman, tushunaman. Boyagi bayesga raqib topilmagan. Keyin katta desa bo'y kategoriya ham topganlar bu yerda 100%. Keyin hech kim chiqmagan u bilan. Mana shu rozi bo'lib chiqqanini iltimos qilganlar. Aytilgan 100%. To'g'ri, meni urma, uxlatma degan. No, uxlatma degan bo'lsa, mana shu bitta qo'yish kerak edi. Aka kechirasiz. Bilmay qopman deyish kerak edi. To'g'risi-da. Endi biz sportchi turimiz bilamiz-da bu sistemani. Kommentariya qiladigan ham axir gapirmadi bularni. Bu arenaga yana qaytyapmiz do'stlar. Aka yana keldingizmi? Jang yakunlandi. Ya'ni birinchi raund. Akamiz mana yana saqlashni boshladilar. Boksda ajoyib natijalar qayd etgan sportchi Aloqada boksda ham jigarlar mag'lubiyat sog'ib sodir qilyapti. Bugun 5-jangi o'tkazdi va